Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 19-sura Maryam. Mekke'de nazil bo'lgan 98 oyat. Nayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu Parvardigoringning bandasi Zakariyaga qilgan marhamatining bayonidir. O o'z vaqtida Parvardigoriga past ovozda munojat qildi. O aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan kuch-quvvatimdan ketdim. Chechim oqardi. Parvardigorim, sana duo qilib umidsiz bo'lib qolganim yo'q. Men tog'larimning bolalarining o'rnimni bosanmasliklaridan haqiqatan ansirayman. Mening ayolim tug'masdir. Fazlingdan menga bir yaxshi farzand ato qilgin. O menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Parvardigorim, onu senin razılığına erişidigan qilgin. Allah aytdiki: Ey Zakariya, biz haqiqatan sana farishtalar orqali Yahya ismli bir o'g'il bilan xush xabar beramiz. Ilgari hech odamni uningga ismdosh qilmadik. Zakariya aytdi: Ayolim tug'mas tursa, men qayrib mukchib ketgan tursam, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin? Nido qilgan farishta aytdi: Ish ana shundaqdir. Parvardigoring aytdi: Bu men üçün asandır. Seni men yaratdım, halbuki sen burun yok edin. Yani seni yoktan bar qilgandek, Yahyani ishkanlardan töreldirishga qodirman. Zakariya aytdi: Parvardigorim, ayolimning homildor bo'lganligiga menga bir alomat qilib bersan. Allah aytdi: Sening alomating shuki, saq turib 3 kecha kunduz kishilarga so'z qilolmaysan. Zakariya namozgohidan qavmining oldiga chiqib, ularni atdigan akşamda tasbih etishga ishorat qildi. Yahya tug'ilib cho'ng bo'lganda, uningga ey Yahya, kitobni yana Tavratni tirishib o'qigan dedik. Uningga balalik cheg'idila aql farosat ato qildik. Biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzidan shunda qildik. Yahya taqvodor edi. Uni ota-onasiga kuyimchan qildik. U mutakabbir, ya'ni ota-onasini qaqshatquvchi, Parvardigoriga osilik qilguvchi bo'lmadi. O tug'ilgan kunida, vafot bo'lgan kunida, tirilib qabridan turg'izilgan kunda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishdi. Ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda u oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga bordi. U parda tortib kishilardan yo'shirindi. Onunga bizning ruhimizni, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdik. O Meryem'ge becirim Adem suretida ko'rindi. Meryem aytdi: Men haqiqatan marhamatlik Allohga sig'inib, sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in. Jibril aytdi: Men sana bir pak o'g'il berish uchun avatilgan Parvardigoringning elchisiman. Meryem aytdi: Menga kishi yaqinlashmagan tursa, men poyish qilmagan tursam, qandoqmi mening o'g'il bolam bo'lsin? Jibril aytdi: Ameliyat sen degandekdir. Lekin Parvardigoring aytdi: O menga osondir. Onu kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir. Maryam homildor bo'ldi. Oilasidan yiroq bir joyga ketdi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'lni olish uchun bir xurma daraxtining yeniga kelib olishga majbur qildi. Maryam aytdi: Kashki men bundan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chi, kishilar tarafidan unutilib ketgan, arzimas narsaga aylanib ketsam-chi. Jibril uningga xurma daraxtining ostidan nido qildi: G'am qilmag'in, Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Xurma daraxtini o'z tarafingga erg'itqin. Oldinga pishgan yangi xurmalar to'kiladi. Bu shirin xurmadan yegin. Bu tatlı suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Bir odamni ko'rsang, bu bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim, bugun hech odamga so'z qilmayman degan. Maryam bu vaqtni, ya'ni Isa alayhissalomni ko'tirib qavmining oldiga keldi. Ular aytdi: Ey Maryam, sen haqiqatan g'alit ish qilding. Ey Harunning hamshirisi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi. Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Ular beshikdagi buvaqqa qandoq so'zlaymiz dedi. Buvaq aytdi: Men haqiqatan Allohning bandasiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi.
Qayerda bo'lay, meni barakatli qildi. Hayotli bo'ladi ekanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga ko'yimchan qildi. Meni mutakabbir shaqiy qilmadi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishiman. Ana shu Isa ibn Maryamning qissasidir. Isa ular datalash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi. Allohning sha'niga bolasi bo'lish loyiq emas. Alloh boladan, sherikdan pokdir. Allah bir ish qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir, sizlarning Parvardigoringlardir. Shuning uchun uningga ibodat qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir. İsa'ning ishi to'g'risida ular, ya'ni ahli kitob orasidagi firqalar ixtilof qilishdi. Buyuk kun, ya'ni qiyomat kuni kelgan chaqda kofirlarga voy. Ular bizning dargohimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Lekin zolimlar bugun, ya'ni bu dunyoda ro'shan gumrohlikdadir. Ularni yana xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. O chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Albuki ular g'aflatdadir, qiyomatni inkor qilmoqdadir. Zaminga va zamin ustidagi barchaga cho'qim biz varislik qilamiz. Ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytariladi. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda İbrahim qissasini bayon qilgan. O haqiqatan to'liq rostchil payg'ambar edi. O'z vaqtida İbrahim otasiga aytdi: "Ey ota, nemishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga esqatmaydigan narsalarga cho'qinasan? Ey ota, menga sen bilmaydigan bilimlar nozil bo'ldi. Menga ergashgin, seni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey ota, shaytonga cho'qinmagin. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. Ey ota, sening marhamatlik Allohning azobiga qilishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib qilishingdan qo'rqaman." O yana ozar etdi: "Ey İbrahim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen bunda qilishdan yonmasang, cho'qim seni tashkisa qilib o'ldiraman. Uzoq zaman mendan yiroq turgin." İbrahim aytdi: "Sana omonlik bo'lsin. Parvardigorimdan sana mag'firat tilayman. Alloh menga haqiqatan mehribondir. Sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroq bo'laman. Parvardigorimga ibodat qilaman. Parvardigorimning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman. U ulardan, ya'ni ularning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroqlashdi. Uningga biz Ishoq va Yaqubni ato qildik. O ikkisining har birisini payg'ambar qildik. Ularga bizning rahmatimizni ato qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. Kitobda, ya'ni Qur'onda Musa qissasini bayon qilgan. Shubhisizki, u Alloh ibodatiga xos qilgan hem Resul, ya'ni elchi, hem payg'ambar edi. Onunga biz to'rteg'ining o'ng tarafidan nido qildik. Onu biz munojat uchun dargohimizga yaqinlashtirdik. Onunga biz marhamat qilib, qeyrindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda Ismoilning qissasini bayon qilgan. O haqiqatan va'dasida rostchil, hem Resul, hem payg'ambar edi. O oilasidagilarni namoz o'qishga, zakat berishga buyurdi. Parvardigorning dargohida uning roziligiga erishgan edi. Kitobda, ya'ni Qur'onda İdris qissasini bayon qilgan. O haqiqatan rostchil payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. Allohning ne'matiga erishgan ana shu payg'ambarlar Odam alayhisalomning nasldindir. Biz Nuh bilan birga kemiga solganlarning nasldindir. İbrahimning nasldindir. İsroil, ya'ni Yaqub alayhisalomning nasldindir. Biz iymonga hidoyat qilgan, payg'ambarlik tanlaganlardandir. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chaqda sajda qilgan va yig'lagan holda zaminga yiqiladi. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni talabga loyiq ado qilmadi. Nafs xohishlariga ergashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Ana shularlar jannatga kiradi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytirilmaydi.
O doimiy turalg'i bo'lgan, marhamatlik Allah bandalarga va'da qilgan, ular ko'may turib ishongan jannatlardir. Allah'ның cennet bilan qilgan va'dasi cho'qim ishga oshadi. Ular jannatni behuda so'z anglamaydi. Faqat farishtalarning ularga bergan salomini anglaydi. Ular jannatda atdigan oqshomda ko'ngli totgan yemak-ichmaklardan rizqqa ega bo'lib turadi. Bandalarimiz ichidagi taqvodorlarga biz meros qilib beradigan jannat ana shu. Biz, ya'ni farishtalar dunyoga Parvardigorning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi-keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. O osmonlarning, zamin va ularning orasidagi shaylarning parvardigoridir. Uningga ibodat qilgin, Allohning ibodatiga chidamliq bo'lgin. Sen uning sheriki borligini bilamsan? İnsan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishga e'tiqod qilmaydigan kofir, men o'lgandan keyin cho'qim tirilamdim deydi. İnsan biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni eslamamdi. Parvardigoring bilan qasamki, ularni albatta, ularni ozdirgan shaytonlar bilan qo'shib yig'imiz. Ondan ularni jahannamning cho'risida tizlantirib o'ltirgan holda albatta hozir qilamiz. Ondan har bir guruhning ichidan marhamatlik Allohga eng osiy bo'lganlarni tortib chiqaramiz. Ondan biz do'zax azobiga eng loyiq bo'lganlarni albatta obdan bilamiz. Sizlarning ichinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. Ondan taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Zolimlarni jahannamda tizilib o'ltirgan holda qo'yamiz. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilingan chaqda kofirlar mu'minlarga ikki guruhdan qaysisining o'rni yaxshi, so'rini go'zal dedi. Bulardan burun bizning oyatlarimizni inkor qilgan nurg'un ummatlarni aloq qildik. Ular mayli mol-mulk jihatdan bo'lsin, mayli tashqi ko'rinish jihatdan bo'lsin, bulardan ortiq edi. Ey Muhammad, aytqinki, kimki gumrohlikda bo'ladi ekan, marhamatlik Alloh uningga muhlat beradi. Toki ular azob va qiyomatdan iborat Alloh ularga va'da qilgan narsalarni ko'rganda, ondan kimning o'rni yomon va kimning lashkari ojiz ekanligini biladi. Allah hidoyat topquchilarning hidoyatini ziyoda qiladi. Boqiy qoladigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Parvardigoringning dargohida ortiqdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod beriladi degan odamni ko'rdingmi? O g'ayibni bilganmi yoki marhamatlik Allohning ahdisiga erishganmi? Hargiz undaq bo'lgan emas. Uning deganlarini xotirlab qo'yamiz. Onunga beradigan azobni kuchaytimiz. Uning deganlarini, ya'ni melini va avlodini boshqalarga miros qilib qoldiramiz. O oldimizga tanho keladi. Ular yana mushriklar izzatga erishish uchun Allohni qo'yib ilohlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilgandek emas. Ya'ni ilohlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ilohlar ularni, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular ya'ni mushriklarning dushmaniga aylanadi. Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni bilmamsan? Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtiradi. Ularning halok bo'lishiga aldirab ketmagan. Ularning kuni oz qolgan bo'lib, uni biz sanab turamiz. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida taqvodorlarni marhamatlik Parvardigorning dargohiga izzat ikrom bilan yig'imiz. Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. Marhamatlik Allohning ahdiga erishganlardan boshqalar shafaat qilishga qodir bo'lolmaydi. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubhasizki Alloh ularni to'liq egalladi va sonini mukammal qildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar uchun Alloh haqiqatan ularning dillarida muhabbat paydo qiladi. Ey Muhammad, taqvodorlarga xush xabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nozil qildik.
Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biri ahadini ko'ra olamsan yoki ulardan biri past ovoz anglay olamsan? Ya'ni ular shundoq talto'kis halok qilindiki, ulardan ko'rgili va ovozni anglag'ili hech ahadi qolmadi.